Dostlar, bu videomuzda sizlere avtosalonumuzdaki fakat Cobalt avtomobillerimizi gösterip reklama qilib beramiz. Oxirigacha ko'rib kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz. Narxi ma'qul bo'lsa, bemalol kelib xarid qilib ketaverasizlar do'stlar. Mashinalarimiz Bag'at aka avtosavdo salonimizda sotuvda turadi. Hasta bize bilan bog'lanish uchun nomerlarni qoldiraman. Bemalol bize bilan bog'lanib aloqa chiqib kelib xarid qilaverasizlar mashinalarimizni. Bo'lmasa boshladik do'stlar. Birinchi avtomobilimiz Style avtomat korobka 2024-yil Cobalt'imiz bo'ladi. Mashinamiz yurgan probegi atigi 1000 km, kraskasi 100% rodnoy mashina, zavod holatda. Metan gazlari birinchi nomerlari tayyor. Ideal sostenida mashinamiz o'zining rodnoy balonlarida turibdi. Bahosi 166 million so'm aytiladi do'stlar. Ustunda kelishiladi. Egalaridan chaqirib beramiz, kelishtirib savdo qilib olarasiz. 36 million bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 4 milliondan 5 yil muddatda bo'ladi. Zo'r sostenida mashinamiz, bir qator ko'rsatib o'taman do'stlar. Zavod holatda turibdi mashinamiz, aytib o'tganimdek 1000 km yurib turibdi bo'lgani. Birinchi nomerlari, metan gazlari tayyor. Zavod holatda. Servis kitobchalari, hamma narsalar ichida turibdi mashinaning. Kelaverasiz do'stlar, 166 million so'mdan kelishib beriladi. Navbatdagi mashinamiz 2025-yil ishlab chiqarilgan avtomat Style Cobalt'imiz bo'ladi. Mashinamiz yurmaganidan so'ragan yurtdoshlarimiz uchun avtomat Cobalt'ni bez probeklaridan kerak degan yurtdoshlarimiz uchun Akkel ko'rik salonimizda yurmagan Cobalt'imiz, kraskasi 100% rodnoy, benzinda zavod holatda turibdi mashinamiz. Birinchi nomerlari olingan. Birinchi nomer tayyor. Ideal holatda 168 million so'm aytadilar, bahosini ustunda kelishib beriladi do'stlar. Naqd pullarga esa egalarini chaqirib beramiz, kelishtirib savdo qilib olarasiz. Kredit bo'lsa 32 million oldindan to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lov esa 4 million 200 ming so'mdan 5 yil muddati. Mashinamiz o'zining rodnoy balonlarida hali probek bosmagan tayyor holatda mashinamiz. Birinchi nomerlari olingan faqat. 168 million so'm zavod holatdagi Cobalt'imiz. Gelip xarid qilaverasizlar bemalol. Navbatda sizlarga ko'rsatib o'tadigan mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan avtomat Cobalt'imiz bo'ladi. Style Bomb 5000 km yurib turgan, kraskasi 100% rodnoy. Mashinamizga yumshoq archa balonlar, metan gazlari, birinchi nomerlari olingan tayyor holatda. Bahosini 164 million so'mga qo'yib beramiz do'stlar, ustunda kelishiladi. 32 million oldindan to'lov bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 4 million 100 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Mashinamiz ideal holatda do'stlar. Umuman defektli joylari yo'q. Zavod holatda turibdi mashinamiz, ko'rsatib o'tganimdek archa balonlar qo'yilgan yumshoqdan. Ina do'stlar. Tayyor holatda mashinamiz. Zavod sostenida bemalol kelib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Aytilish bahosi 164 million so'm. Navbatdagi avtomobilimiz do'stlar 2014-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt'imiz bo'ladi. Yurgan probegi 135 ming km, klapini umuman ko'rish deymagan ekan mashina. Qarab sifatlaydigan, kraskasi 100% rodnoy mashinamizda, yumshoq balonlar tayyor. Metan gazlar ustanovka qilingan ideal holatda mashinamiz. Bahosini do'stlar 107 million so'm aytadilar. Ustunda egalarini chaqirib beramiz, kelishtirib savdo qilib olarasiz do'stlar. Mashinamiz egadan 38 million oldindan to'lov bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 3 million 700 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi do'stlar. Tayyor holatdagi Cobalt'imiz 2014-yil 107 million so'm ustunda kelishib beriladi mashina egadan. Ustunda chaqiramiz, kelishtirib savdo qilib olarasiz. Ko'rib turalaringiz, mashinada defekt yo'q, umuman tayyor holatda haydasha. Zo'r sostenida, klapini umuman ko'rish deyman mashina. Navbatda sizlarga ko'rsatib o'tadigan mashinamiz do'stlar Darkman Blue Sweet'dan bo'ladi. Mexanika korobka Cobalt'ni 2023-2024 bo'ladi mashinamiz yili. 25 ming km yo'l bosgan. Kraskasi 100% rodnoy mashinada, metan gaz, yumshoq balonlari tayyor, ideal holatda. Şimdi o'zining servis kitobchasi bilan turibdi. Tayyor holatda mashinamiz. Bahosini do'stlar 147 million so'm aytadilar. Egadan mashinamiz, egasini chaqirib beramiz, ustunda kelishtirib savdo qilib olarasiz. Aytilish bahosi 147 million so'm do'stlar. 30 million oldindan to'lov bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 3 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Toza holatda turibdi mashinamiz, yumshoq balonlari. Kuzovini ham kuzatishlaringiz mumkin do'stlar. Umuman defekt degan narsa yo'q mashinada. Bemalol tekshirtirib ko'rsatib xarid qilaverasiz ustalaringiz. Tayyor holatda mashinamiz. 2023-2024-yil mexanika korobka Cobalт 147 million so'm ustunda kelishiladi, kelaverasiz do'stlar.
Növbətdəki avtomobilimiz 2024-cü il işləb çıxarılan, aksiyada qoyulan Cobalt'umuz boladı dostlar. Avtomobilimizi 155 milyon so'm aksiyaya qoyub beramiz. 11.000 kilometr yurtdurdu. Metan gaz, yumşaq bolon, birinci nömrələr alınған tayyor holatda durdu maşinimiz dostlar. 155 milyon so'm qoyub beramiz aksiyada. 27 milyon bilan kreditdə çıxadı. Aylıq to'lovasa 4 milyon 100 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Maşinamiz kraskasi 100% radnoy dostlar. Metan gaz, yumşaq bolonlar tayyor. Zo'r sostenada maşinamiz zavod holatda durdu. Kuzu kuram görüp durarlarız diye çıkanday defekli joylar yok. Zavod sostenada maşinamiz. 155 milyon so'm bahası. Naqd pul, kredit, barter fark yok. 155 milyon so'm o'zgarmaydi. Kelaversa do'stlar, shunday zo'r senalardan mashinalarimiz ko'p. Bemalol kelib arzon kelishsa qilib ketaverasiz. Sizlardan sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, bemalol kelsangizlar bo'ladi do'stlar. Cobaltlarimiz narxlari ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilib ketaverasiz. Pastda bizlar bilan bog'lanish uchun nomerlarni qo'yib o'taman do'stlar. Kelaversa 24 soat xizmatdamiz. Keyingi videolarimizni ham ko'rib kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz. Podдержкада bo'lib turasizlar, like'larni bosib, kommentariyalarni yozib, portlatib tashlashni yoddan chiqarmaysizlar. Rahmat.